2024-yil. Universitet qabuli tugashiga 10 kun qolgan. Va mana men haliyam qaysi universitetga topshirishimni bilmay o'tiribman. Lekin vaqt tugayapti. Yo'q, bunaqasi bo'lmaydi. Research qilish kerak. Xo'p, nimadan boshlayman? Miyamga birinchi bo'lib QS keldi. Qani unda top 100. Yo'q, top 500. Mana 500 ta univers. Endi nima qilaman? To'liq grantlar beradigani qaysi? Kontrakt narxlari qancha? Bitiruvchilari qayerda ishlaydi? Ariza muddati vizaga yordam berarmikan? Nima? Menda orzudagi universitet yo'qmi? Bor. Lekin ishonchim komil emas. Bilmadim, menga ko'proq tanlov kerak. Kuni bo'yi bir joyda o'tirib bilganim 200 ta universitet qoldi. Universitetlar son sanoqsizdek, ammo haqiqiy hayot Google'da yo'q. Bugun men sizga universitet tanlash jarayonini soddalashtirib beraman. Bungacha men ma'lumotlar yig'dim, talabalar bilan gaplashdim, xarajatlarni taqqosladim, qiyinchiliklarni ham, afzalliklarini ham o'rgandim. 2026-yilda qayerda o'qish kerak? Birgalikda aniqlaymiz. Universitetga topshirayotganimda men eng katta qilgan xatoyimni bilasizmi? Men shunchaki QS ranking, ya'niki hurmat e'tibor va to'liq grant berishlari yoki bermasliklariga e'tibor berganman. Va qolgan narsalarni umuman e'tibordan chetda qoldirdim. Bu xavfsizlik yoki bu yerda kelib nima ishlar bilan shug'ullanaman, o'quvchilarning umumiy ahvoli qanday? Bu narsalar haqida umuman research qilmadim. Umuman olganda men faqatgina internetdan topib bo'lish mumkin bo'lgan narsalar bilan to'xtaldim. Hech qanaqa izlanish yoki surishtiruvlar qilganim yo'q. Va mana shu keyinroq meni qilgan eng katta xatoyimga aylandi. Va mana shu muammo siz bilan keyinroq paydo bo'lmasligi uchun bugun meni butun dunyo bo'ylab o'qiyotgan aka-opalarimdan izlanish olib bordim. Ulardan so'rab, o'sha davlatdagi talabalar ahvoli qanday, kunlari qanday o'tadi va qanday vaziyatlarga tushib qolishi mumkin va nimalar ulardan talab qilinadi. O'sha hamma narsani izlanib, bitta videoga jamladim. Sizga foydali bo'lishi mumkin. Va so'z oxirida siz o'zingizga xohlagan davlatni tanlashingiz mumkin. Ammo siz o'sha davlat berishi mumkin bo'lgan imkoniyatlar va qiyinchiliklarga tayyor turishingiz kerak. Hamma davlatni ham qilmagan orzu har yerda bor, toshi tarozi. Analizga sho'ng'ib ketishimizdan oldin bir nimani o'zgartirishimiz kerak. Bu sizni fikrlashingiz. Juda ko'pchilik o'quvchilarda universitetlarga rankinglar bilan baho berish odati bor. Lekin bu ranklar nimani bildiradi o'zi? Yildan yilga yangilanib boradigan universitetlar peshqadamlik ro'yxati asosan bu 3 ta mezonga qarab o'lchanadi. Ilmiy izlanishlar soni va sifati, bakalavr, magistr yoki PhD nisbati va bitiruvchilar muvaffaqiyatliligi. Siz ilmiy izlanishlardan mutlaq uzoq bo'lib, faqat bakalavrdan keyin ish boshlamoqchi bo'lsangiz, siz nega bu narsalarga qarab universitet tanlashingiz kerak? Bugun uchun bu narsalarni unuting. Biz o'z qoidalarimizni o'rnatamiz. Men tanlagan davlatlar o'zbek talabalari orasida juda mashhur top 5 mamlakat bo'lib, ular AQSh, Britaniya, Koreya, Vengriya va Italiya bo'lib, men ularni 4 kategoriya bo'yicha analiz qilib keldim. Ular xavfsizlik, yashash xarajatlari, akademik talabchanlik va to'rtinchisi u davlat berishi mumkin bo'lgan imkoniyatlar. Mana shu orqali siz o'zingiz qaysi mamlakatni istashingiz va qanday kvalifikatsiya sizga mos kelishini aniqlashingiz mumkin. Albatta, siz yangi davlatga o'qishga borayotganingizda birinchi o'rinda xavfsizlik bo'lishi kerak. Brown universitetida bo'lgan voqeani hammangiz eshitgandirsiz. Siz yillab bir joyda o'qiysiz va u yerning xavfsizligi sizga suv va havodek muhim. Va ayni o'zingizni xavfsiz his qilgandagina siz undan tashqari o'qish va bilim olishga intilishingiz mumkin. Koreya. Shaharlar 24/7 tizimda kamera kuzatuvida.
Ishonch raqamlariga telefon qilingan zahoti politsiya siz turgan zonani kameralariga ulanadi va sizni ayni vaqtda qanday ahvoldaligingizni tekshiradi. Shuningdek, doimiy ishlab turadigan servislar ham juda ko'p. Shuning uchun ko'chada uzoq qolib ketmaysiz. O'qish uchun sharoitlar juda yaxshi. Kutubxonalar va sinflar sifati juda yuqori. Vengriya. Hamma joy ham kameralashtirilmagan bo'lsa-da, umumiy tartib mavjud. Aholining xulq-atvorida agressiv tabiat umuman yo'q. Infrastruktura yaxshi va tizimlashtirilgan tarzda ishlaydi. Jamoat transporti juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Britaniya. Yirik shaharlarda xavf mavjud, lekin chetroq hududlarda ancha tinch va xavfsiz. Jamoat transporti biroz tartibsiz. Kech qolishlar odatiy holga aylangan. Britaniyadagi bu tartibsizliklar immigratsiya sababli ham bo'lishi mumkin. Italiya. Shimoliy hududlarda birmuncha xavfsiz, lekin janubga yurgan sari xavf oshib boradi. Ko'pa-kunduzi hech qanaqa jinoyat bo'lmasligi mumkin, lekin kechalari ba'zida bunday holatlar sodir bo'ladi. Yana bir e'tiborli joyi shundaki, Italiya shaharlari siz kutganingizdek toza emas. Bu kelgandan keyingina seziladigan eng katta syurprizlardan biri bo'ldi. AQSh. Xavfsizlik qurol ishlatilishiga ham bog'liq. Ba'zi shtatlarda qurol ishlatilishiga ruxsat berilgan, ba'zilarida esa yo'q. O'zbek talabalari ko'pincha boradigan universitetlar Minnesota va Arizona kabi universitetlar bo'lsa, u shtatlarda ham qurol ishlatilishiga ruxsat berilgan. Lekin shunga qaramay talabalar o'zlarini yetarlicha xavfsiz his qilishlarini aytishdi. Yana jamoat transporti ham qolgan davlatlardek qoniqarli emas. Hujjat topshirish jarayonlari deyarli barcha davlatlar uchun bir xil. Faqatgina Koreyaga siz qo'shimcha study plan va barcha hujjatlaringizni notarial koreys tilida topshirishingiz kerak. Vizaga topshirish mobaynida sizga kerakli hujjatlar aniq qilib beriladi va sizga muammo qilishi mumkin bo'lgan yagona hujjat bu bank statement. Bank statement bu siz borayotgan davlatda ma'lum bir muddat bemalol yashay olishingiz va to'satdan bo'lishi mumkin bo'lgan voqealarda siz ulardan o'tib keta olishingizni bildiradi. Ya'niki sizning cho'ntagingizda yetarlicha pul borligini bildiradi. Bu sizning kontrakt miqdoringizga qarab turli davlatlarda farq qilishi mumkin. Misol uchun men Vengriyaga kelayotganimda bankimga $1200 miqdorida pul qo'yishimga to'g'ri kelgan. Italiyadagi tanishlarim 16000, Koreyadagilar ham xuddi shunday $16000 atrofida pul qo'yishgan. AQSh va Britaniyada esa bu miqdor $10,000 dan $30,000 gacha farq qilishi mumkin. Hujjat topshirish jarayonlari admission deb ataladigan bo'lsa, admission bu asosan ikkita turga bo'linadi. Biri non-holistic, biri esa holistic. Non-holistic bu asosan akademik rekordlarga qarab qolgan. Akademik rekordlar bu IELTS, SAT, GPA bo'lishi mumkin. Va holistic development, ya'ni holistic topshirish esa bu o'quvchini qanchalik yaxshi rivojlanganligi, oddiy akademik ishdan tashqari yana boshqa nimalar bilan shug'ullanganini so'rab turadi. Misol uchun siz darsdan tashqari qanday ishlar bilan shug'ullangansiz? O'qituvchilaringiz siz haqingizda qanday fikrda va sizga qanaqa review yozib bera oladi? Va siz qanaqa volunteering activity'lar qilgansiz? O'sha hammasini o'z ichiga oladi. Non-holistic reviewga asosan Britaniya va Koreya kirsa, holistic reviewga AQSh, Italiya va Vengriya kiradi. Chet elga kelayotganda to'g'risi hammani ham o'qiyman degan niyati bo'lmaydi, to'g'ri. Ya kimdir o'zini ishlab qoplamoqchi, yana kimdir esa ish topib o'sha yerda oxirigacha qolmoqchi. Lekin muhimi baribir o'qish. Ya'niki siz o'qish talablarini qoplashingiz, doimiy ravishda imtihonlardan o'tishingiz kerak. Siz bunga majbursiz. Va har xil davlatlarda buni o'qish soatlari har xil. Mana bu yerda biz talabalardan olgan soatlar turibdi. Va biling, bu media, biznes va iqtisod uchun kamroq, boshqa tibbiyot, kiber xavfsizlik yoki data science uchun ko'proq bo'lishi mumkin. Endi syurprizlarga o'tamiz. Hozirgi talabalardan bo'lajaklariga qisqacha tavsiyalar. Agar ona tili ingliz tili bo'lmagan davlatlarga o'qishga borayotgan bo'lsangiz, bir narsaga tayyor turing.
Hattoki professorlaringiz siz o'ylaganchalik ingliz tilini yaxshi bilishmasligi mumkin. Bir marta gaplashib ko'rganingizdan keyin shuncha qiynalib speaking, listening practice qilganlaringiz hammasi ko'z oldingizdan o'tib ketadi. Shuning uchun men ingliz tilini bilaman, bu xalqaro til, hamma joyda o'tadi degan fikr 100% ham to'g'ri emas. U yerning ona tilisini o'rganish, osonroq o'rganish, tanish orttirish va hatto ish topishga ham kuchli yordam beradi. Bahoyingiz mukammal bo'lmasligiga tayyor turing. Bahoyingiz har doim ham o'zingizga bog'liq bo'lavermaydi. Chunki ma'ruzalardan professor bu qadar zerikarli dars o'tishi va imtihonlarni o'zi xohlaguncha o'tkazishi tufayli baholaringiz mukammal bo'lishi ancha qiyin masala. Ayniqsa Koreyada bo'lsangiz. Koreyada birmuncha qiyin sohalar talabalari imtihonlardan o'rtacha 60-70% gacha baho olishadi. Bu kabi ta'lim jarayonini stressli deb baholagan yana bir davlat Buyuk Britaniya. Qolganlari esa o'rtacha darajada baholashdi. Bu eng talabchan kasb yo'nalishlari uchun albatta. O'quvchilarni o'sha 5 ta davlatdagi asosiy xarajatlari quyida keltirib o'tilgan. Va bular o'zi haftalik bozorliklar, kutilmagan narsalar bo'lishi mumkin yoki sug'urta shu kabi kundalik xarajatlarga to'g'ri keladi. Xarajatlardagi farq juda katta-ya. Lekin bir narsa hayron qolarli, lekin bir tarafdan ma'noli. Men gaplashgan har bir talaba hayotda bir-biri bilan bir xil. Hammasi ertalab uyqudan turib nonushta qiladi. Keyin darslar bilan, darslardan keyin esa kutubxona yoki uyda dars qiladi. Keyinroq sport yoki piyoda sayr qilib, kelib uyga qaytib ovqat pishirishi yoki uxlashi mumkin. O'zi yana nimani kutish kerak? Men o'zim Vengriyaga kelib ham shu narsaga hayron qolgandim. Bizga internetni juda yomon o'rgatib qo'yishgan. Chet elda zo'r, chet elda boshqacha. Shuning uchun men ham endi hayotim o'zgarib ketadi deb o'ylagandim. Toshkentdagi do'stimni misol qilib olaylik. U universitetga avtobusda boradi. Men ham. U ham yarim kun darsda o'tiradi. Men ham. U har kuni u ortga qaytayotganda teleminora oldidan o'tadi. Men esa Noktemple oldidan. Ishoning, bu kabi farqlar ko'pi bilan bir oyda ko'zingizga bilinmay ketadi. Shuning uchun yangi davlatdan nima izlashingizni yaxshi aniqlab oling. Agar yo'qdan yo'q go'zal hayot izlab kelsangiz, hafsalangiz aniq bir bo'ladi. So'nggi va hamma intiqib kutgan qismi. Ish imkoniyatlari. Darslar bilan birga ishlab ketsam bo'ladimi? Qanday qilib vizani uzaytirib olsam bo'ladi? Universitetdan keyin o'sha yerda ish topib olamanmi yoki mahalliy kompaniyalarda malaka oshirish mumkinmi? AQSh. Hozirgi kundagi siyosiy notinchliklar chet el fuqarolarining hayotini yanada qiyinlashtirdi. Yarim stavka ishlar kampus ichida mavjud va tashqaridan topish ham imkonsiz emas. Malaka oshirishlar qiyin masalaga aylanib ulgurgan. Ammo muddati tugagach, viza muddatini oshirish yoki bu yerdan ish topish imkonsiz ahvolga o'xshab ko'rinyapti. Italiyada esa hattoki yarim stavka ish topish ham birmuncha qiyin. Chunki ingliz tili unchalik ham mashhur emas. Malaka oshirish uchun mahalliy kompaniyalarni topish qiyin va bitirgandan keyin qolish imkoniyatlari esa qiyin bo'lishiga qaramay imkonsiz emas. Xoh buni bakalavrlar magistrga kirish orqali qilishi yoki ancha omadlilar ish topish orqali qilishi mumkin. Britaniyada ham vaziyat unchalik kutganingizdek emas. Yarim stavka ishlar topish qiyin, lekin malaka oshirish imkoniyatlari mavjud. Ammo baribir ta'lim oxirida ish topish va viza muddatini oshirish imkonsiz bo'lishi mumkin, chunki ishchi bozori allaqachon yomon ahvolga kelib qolgan. Vengriyaga keladigan bo'lsak, bu yerda ham Italiya kabi tuzilishga ega. Mahalliy tilni bilmay turib ish topish ancha qiyin, lekin mahalliy kompaniyalar bilan malaka oshirish mumkin. Har holda yildan yilga Vengriya Yevropa davlatlari uchun yangi outsourcing nuqtasiga aylanmoqda. Bu esa Vengriyadagi kompaniyalar sonini ko'paytirmoqda. Bu yerda viza muddatini oshirish mumkin. Ish izlovchi vizasi bilan siz bu yerda 6 oy qo'shimcha vaqt olasiz.
Ammo vengercha bilmaydigan bo'lsangiz, viza shartlariga yetarli miqdor ishlab topadigan ish topishga qiynalishingiz mumkin. Koreya bu mamlakatlar bo'yicha eng saxiysi. Yarim stavkalik ish yoki malaka oshirish dasturlari mavjud va ko'p ham deyish mumkin. Ish izlovchi vizasi 3 yilgacha beriladi va bu vizani olish deyarli qiyinchilik tug'dirmaydi. Videoni oxiriga ham kelib qolamiz. Sizlarga o'zi hamma davlatlar haqida o'zimni fikrimni bildirib o'tsam. AQShga keladigan bo'lsak, AQSh bu hozir tushunib bo'lmaydigan siyosiy vaziyatga kelib qolgan. Ta'lim olish mumkin, lekin keyinroq ko'proq imkoniyatlar, ko'proq do'stlar orttirib yoki tanishlar orttirib rivojlanish uchun savol ostida qolib ketyapti, to'g'risi. Britaniya ham o'qish uchun hali hanuz yaxshi davlat, lekin grantlar soni kam. Agar o'zingiz amallab o'qiydigan bo'lgan taqdiringizda ham imkoniyatlar kam va karyera boshlash qiyin davlatga o'xshab ko'rinyapti. Koreyaga keladigan bo'lsak, Koreya hozir men ko'rgan davlatlar ichida eng ochiq va immigrantlarni aktiv ravishda qabul qilayotgan, imkoniyatlarni keng berayotgan davlat bo'lib chiqyapti. Va ta'lim sifati ham juda yaxshi, talabalar o'rtasida raqobat juda kuchli, ta'limga juda kuchli e'tibor berilgan va yaxshi himoyaga ostiga olingan. Italiya va Vengriya ular o'rtacha ahvolda, yaxshi government tarafdan ham e'tibor yaxshi, lekin qolgan narsalar o'rtacha darajada, ta'lim sifati yoki umuman boshqa ko'rsatkichlar o'rtacha darajada va sizga daraja olib, keyin o'rtacha darajada ish boshlash kerak bo'ladigan bo'lsa, misol uchun Vengriya yoki Italiya yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Nega sizni fikringizni statistikadan olib qochishga harakat qildim? Chunki men o'zi Debresenga kelgandan keyin ham o'zim universitet haqida qilgan tasavvurlarim umuman puchga chiqib ketdi. Biz o'ylagan yo'l, biz o'ylagan qarashlar umuman xato bo'lib chiqdi. Umuman olganda hayot bu asosan universitetga bog'liq emas. Hayot 90 yoki 80% umuman boshqa narsaga taqilgan va o'qish sizning umringizning asosiy qismi emasligini ko'rsatdi. Va mana shuning uchun hozir mana shu videoni ishlayapman. Keyinroq mana shu xatoni qilib siz ham hayot tanlovlaringizdan afsuslanib qolmasligingiz uchun. Bu mening shaxsiy tajribam albatta. Va o'sha narsani sizdan so'rab qolardim. Universitet bu sizning umringizda 4 yil yoki 2 yil, ya'ni 2 hazilakam bo'lmagan bir qismi. Uni o'tkazishda faqat siz qanaqa ta'lim olishingiz, qayerda, qanaqa daraja olishingiz emas, qanaqa taassurotlar, qanaqa tajribalar, qanaqa odamlar bilan ko'rishish va qanaqa hayot, nimalarni sinab ko'rishingiz mumkinligini o'ylang. Ya'niki universitetdan, statistikalardan uzoqroq o'ylang. Mana shu bugun men sizga aytmoqchi bo'lgan narsam edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.